Assalomu mikrofondagi o'zgirmanlar, bu vaqtinglar xeyirli olsun. Aydın Umar hoş geldinglar. Bugün ben bu profesör doktor Yeni Ozi Çokner'ninki bu şunun yarışıga qarab mengatamdık degan bir analizniki qisqacha xulosasi haqida to'xtalma. Profesör doktor Yeni Ozi Çokner siyosatshunos o'zi, profesör, shunaqa yozuvchi. U shunaqa davlat organlarida xizmat qilgan tajribali bir siyosatchi desak ham bo'ldi. Onun analizini qisqacha yig'incha qilsak, bundaq bir yakun o'tirg'i chiqadi. Ya'ni tarix bizga nurg'un saboqlarni berdi. Bo'libmi, shunday yo'nalish qarab menish ehtimolligini nazarda tutganda, uning ishoratlariga diqqat qilishimiz kerak. Hozirgi zamon voqea hodislarini o'tmish nuqtasidan tushunish intayin qimmatli. Ammo kelgusini faraz qilish uchun tarixiy voqealarni tanlash bir taraflılıkni kuchaytirish xavfini tug'dirdi. O'tmish bilan hozirgi zamonni bevosita solishtirishning o'rniga bu tahlil hayotning to'rt muhim tarafi, ya'ni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va harbiy qatorliqlarga markazlashib, Birinchi Dünya Urushi tutashgan yillar, Ikkinchi Dünya Urushining ilgirki urush oraliq davri va hozirgi zamon qatorliq uch muhim bosqichni har bir tarafniki ochqishliq yuzinishiga markazlashdi. Ijtimoiy jihatdan jamiyatlar nurg'un omillar tarafidan shakllandi, ammo texnikalik yangiliklar tarix bo'yicha ijtimoiy g'azab, isyon paydo qilish va jamiyatlarni muqimsizlashtirishdagi roli bilan ko'zga chalinadi. Birinchi Dünya Urushidan ilgari ikkinchi sanoat inqilobi, tok, avtomobil, telefon va turkumlab ishlab chiqarish qatorliq yangiliklar bilan kundalik turmushni o'zgartdi. Bu ilgirlashlar qattiq olqishlansimi, jamiyat qurilmasini buzdi. Zavodlar qo'l kuchini mashinalar bilan almashtirib, ishchilarni ishdan bo'shatdi. Mashinalashgan dehqonchilik texnikasi yezi nopusini shahar markazlariga haydab, bexatarsizlik va norozilik paydo qildi. Xon jamiyati va cherkovlarga o'xshash qurilgan organlarga gumoni ko'z bilan qaraldi. Bu hodisa emgakchilar uyushmasi, birlashmasi va millatchi tashkilotlarga o'xshash keng ko'lamlik harakatlarni paydo qildi. Nurg'un kishilar tez taraqqiyotniki jamiyatning asosiy turuklariga tahdid soldiganlikdan andisha qildi. Bu qalaymaqonchilikni kuchaytiradigan bir xil bearamlik tuyg'usi paydo qildi. Ya'ni texnikada barliqqa kelgan o'zgarishlar jamiyat qurilishi tubni o'zgartirdi degan bir fikrini gavdlandirmoqchi. Ikkinchi Dünya Urushidan ilgirki urush oraliq yillarda texnikalik ilgirlashlar jamiyatni izchil turda o'zgartib mangdi. 1921 yili barliqqa kelgan mashina odam degan so'z mashinalarning inson emgikini almashtirish xavfidan keng ko'lamda andisha qildi. 1930-yili iqtisodshunos John Maynard Keynes texnikalik sizliq hukmini o'ttirib qo'ydi. Bu avtomatlashtirish keltirib chiqargan ish o'rinlarining yo'qolishi haqidagi andishini gavdlantirdi. Radio va dastlabki kinolar keltirib chiqargan aloqa aloqa inqilobi ommaviy munozaralarni o'zgartib, axborotni tashviqotning kuchli quroliga aylantirdi. Bu siyosiy qutblashish va ijtimoiy andishalarni, vahimalarni kuchaytirdi. Chunki hikoyalarni ommaning fikrini o'zgartirish uchun kontrol qilg'ili bo'ladi. Xuddi Xitoyga o'xshash an'analar zamonaviy madaniyatning oila qadriyatlari, diniy e'tiqod va jamiyat qoida usullarini yo'qotganligini andish qilib, bo'linishlarni texnik cho'nqurlashtirdi. Bugungi kunda sun'iy aql, ya'ni AI, raqamli taratqular va ijtimoiy usullar keltirib chiqargan texnikalik inqilob jamiyatni misli ko'rilmagan suratda o'zgartiradi. Internet, aqli iqtidorli telefonlar va ijtimoiy taratqular xizmat, aloqa va hatto bilish jarayonlarini tubdan o'zgartdi. Psixologlar raqamli turmushning balalarimizning, farzandlarning taraqqiyotiga ko'rsatadigan ta'sirini andisha qilyotsa, insonningki mahram turmushi, maxfiyatligi, nazorat qilinish va sun'iy aqlning kasblardagi ish o'rinlarini yo'qotish ehtimoligi to'g'risidagi munozaralar ham kuchaymoqda. Bu texnikalar ideyalarning dunyo miqyosida tez tarqalishini amalga oshirsimi, noroziliklarni, vahimalarni, qo'rqinchlarni va ijtimoiy bo'linishlarni hayron qolarlik suratda kuchaytmoqda. Xato uchurlar va qutblashtirish xarakterlik mazmunlar ijtimoiy uslublarda bosh ko'tarib, jiddiylikni texim ig'irlashtirmoqda. Tarixda bunday ijtimoiy g'azablar yoki isyonlar jamiyatlarni muqimsizlashtirib, ularni harbiylashtirish va to'qinishni kuchaytiradigan chekdan oshgan ideyalarga texim oson giribdor qilgan. Hozirgi texnikalik qalaymaqonchilik nihoyatda zo'r foydalarni ilib kelgan bo'lsa-mu, buzg'unchilik va beyaramlikning o'tmishdagi anjirlarini aks ettirmoqda.
iqtisodiy jihatdan iqtisodiy jihatni ikki nuqtadan tahlil qilgan bo'ldi. Birinchisi iqtisodiy gullashning urushga qarshi turadiganligini. Chunki davlatlarniki boyliqni saqlab qolishga tirishadiganligini o'ttirib qo'ydi. Birinchi dunyo urushidan ilgari Angliya yer shariga savdo va moliyaga rahbarlik qilgan, yetakchilik qilgan bo'lsa, Germaniyaniki sanoatning eshishi, eksportining kengayishi, uning iqtisodiy kuch sifatida gullanishini belgilagan. Har ikki davlat urushning halokat xarakterlik chiqimlarini tushungan bo'lsa-mu, Birinchi Dünya Yarışı partilgan. Bu faqat iqtisodiy logikaning natijani belgilamaydiganligini isbotlagan. Qo'rqinch, vahima, orzu yoki xato hisoblash keltirib chiqargan siyosiy qarorlar hamisha iqtisodiy o'yinishlar ustidan g'alaba qildi. Bu mundaq bir muhim darsni bizga ko'rsatib turdi, yuritib turdi. Iqtisod nimaning muhimligini belgilagan bilan siyosat nima ishlarni yuz beradiganligini belgilaydi. İdeologik və strategik amillər uruş və tinchlik to'g'risidagi qarorlarda o'xshash muhim rol o'ynaydi. İkinci cəhətdən dövlətlərinki mutlaq boyliqdan bəkrak nisbiy kuchni oldingi o'ringa qo'yib, raqiblarini eshib ketishga tirishadiganligini gavlandirdi. Ya'ni Xitoyga o'xshash desak bo'ladi buni. Ikkinchi dunyo urushidan ilgari Germaniya va Yaponiya yer shari sodini nol so'mlik o'yin deb qaragan. Ular o'zlarining raqiblari, ya'ni Germaniya, no, ular o'zlarining raqiblari Angliya, Fransiya va Amerikadan az foyda olganligini ishongan. Bu ularni ojiz qildirgan. Ularning inkosi zaminni kengaytirish va boyliqni kontrol qilish orqali o'z o'ziga yetishni qo'lga keltirish bo'lib, oxirida urushga sabab bo'lgan. Bugungi kunda Amerika va Xitoyga o'xshash cho'ng davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy o'zaro beqinishning to'qinishni to'sishi haqidagi qarash Birinchi Dunyo urushidan ilgiriki umidvorlikni eslatadi. Ammo COVID-19 tarqalishchan kasalligi va Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishga o'xshash voqea hodisalar muhim boyliqlar uchun raqiblarga tayanishniki xavfini oshkorladi. Natijada davlatlar Ikkinchi Dunyo urushidan ilgiriki davrga o'xshash o'z-o'ziga yetish va iqtisodiy millatchilikka yuzlanyotdi. Bu o'zgarish ta'minlash zanjirini kafolatlantirish, chet el texnikasiga beqinishni azaytish va kasblarni davlat ishidagi kasblarni oldingi o'rin qo'yishni o'z ichiga olmoqda. Tarixda urushlarning faqat iqtisodiy sharoitini emas, balki siyosiy orzular va nisbiy kuchni izlashdanmi kelib chiqadiganligini gavlandirib, keng ko'lamli geosiyosiy harakatlarni o'ylanishning zarurligini gavlandirib turdi, yani oshkorlab turdi. Siyosiy jihatdan navbatda davlatlar siyosiy jihatda qutblashishni markaz qilmoqda. Bu qutblashish jamiyatlarni parchalab, siyosiy tartibni buzg'unchilik uchratadi. Qutblashish bo'lingan taratqular, partiyalar aro kurash, qonun chiqarish organidagi tirgishish, talash tortishlik saylan va eng og'ir ahvolda siyosiy zo'ravonlik shaklida namoyon bo'lmoqda. Muassasalarga, organlarga bo'lgan ishonch ozliganda qurolli guruhlar doim paydo bo'lib, tinch hal qilishni halqagan to'qinishlarni kuchaytirdi. Birinchi Dunyo urushidan ilgari Balqon yarim oroli qutblashishningki qiziq nuqtasi bo'lib, millatchi harakatlar Avstriya, Vengriya imperiyasi bilan to'qinishgan. Bir qancha yillik siyosiy zo'ravonlik 1914-yili Qorako'l tarafidan Frans Ferdinandning o'ldirilishi bilan oxirlashgan. Bu bir maxfiy Serbiya millatchi guruhi edi. Bu harakat yolg'iz emas edi. U cho'nqur ijtimoiy falokatdan aks ettirib, Birinchi Dunyo urushini keltirib chiqargan. Ikkinchi Dunyo urushidan ilgari Germaniyaning Weimar Cumhuriyeti ig'ir qutblashish va zo'ravonlik bilan kurash qildi. 1921-yili Moliya ministri va 1922-yili Tashqi ishlar ministriga o'xshash dongli shaxslarning suiqasd bilan o'ldirilishi odat ishga aylandi. O'ngchil, o'rta va so'lchi siyosiy guruhlar o'zlarining qurolli kuchlarini tashkillab, Cumhuriyet muqimsizlashtirdi va mustabidlikka oxirida Ikkinchi Dunyo urushiga yo'l ochdi. Bugungi kunda qutblashish aniq ko'rinib turmoqda. 2021 yil 1-ayning 6-kuni Prezident Trump 2020-yildagi saylov natijasiga norozi bo'lgan qo'llovchilarning Amerika binosiga qilgan hujumi qutblashishning qanday qilib zo'ravonlik aylanganligini isbotlab berdi. Siyosiy shaxslarga qaratilgan yaqinqi qasab o'ldirish urinishlari bu yuzinishni texnik gavlandirib berdi. Germaniyada oxirgi 5 yilda siyosatchilarga qaratilgan 10 mingdan ortiq hujum ham o'ngchil AfD partiyasining qo'llovchilari tarafidan va ularga qarshi siyosiy zo'ravonlikning xatarlik darajada oshqanligini ko'rsatib berdi. Trampga suiqasd elib berildi. Yer shari miqyosida qutblashgan taratqular va ijtimoiy suplar bo'linishlarni cho'nqurlashtirsa, muassasalarga, organlarga bo'lgan ishonchsizlik qalaymaqonchilikni kuchaytmoqda.
Tarix bizni ogohlantirdiki, qutblashish qurolliq to'qinish saviyasiga nuqtasiga yetganda murosa qilish mumkin emas bo'lib qoldi. Bu jamiyatlarni yemirilish va to'qinish qarab itirdi. Harbiy jihatdan davlatlar o'zaro harbiy jihatda ittifoqlashishga markazlashmoqda. Bu rayon xarakterli to'qinishlarni yer shariy xarakterlik ofatga aylantirishda halqılık rol o'ynaydi. Dünya urushlari hamisha yerlik talash tortishlar sifatida boshlanib, ittifoqdoshlik to'ri orqali kengaygan. Birinchi Dünya urushidan ilgari Avstriya bilan Serbiya o'rtasidagi rayon xarakterli to'qinish bir-biriga bog'langan ittifoqdoshlik tufaylidan Yevropa urushiga kengayib, Angliya urushi qatnashganda yer shariy xarakterlik to'qinishga aylangan. O'xshashlar Ikkinchi Dünya urushi 3 o'xshamagan rayon xarakterlik to'qinishdan barliqqa kelgan. Germaniyaning Yevropaga hukmronlik qilishi, Stalinning O'rta dengiz va Afrikadagi imperiya orzusi, shundaqla Yaponiyaning Xitoy va Osiyo Tinch okeanini kontrol qilish orzusi. Bu to'qinish Amerika 1941 yili Pearl Harborga hujum qilgandan keyin qatnashganda yer shariy xarakterli to'qinishga aylangan. Özür dilerim. Bugünkü günde iki rayon xarakterli to'qinish Rossiyaning Ukraynadagi urushi va İranning O'rta Sharqda vakolatdan urush qilishi allburun ko'rinarli xatarlarni o'tirib qo'ydi. Xitoyning Tayvanni besib olish orzusi bilan uchinchi bir yoshirin xatar nuqtasi bor. Agar bu to'qinishlar birlashma bo'lsa, birlashib ketsa, ular Ikkinchi dunyo urushining kengayishi o'xshash bo'lishi mumkin. İttifaqdoshlarniki ittifoqligi yana bir muhim xalqaro omil. 1930 yillarda e, Germaniya, Italiya va Yaponiya birlikda harakat qila olmagan. 1934 yili Avstriya va 1935 yil Efiopiya qatorliq qirg'izlarda bir-biriga qarshi turgan. Aksincha bugungi kunda barliq kelgan Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Iran o'qi kuchli birlik namoyon qilmoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaga Ukrainadagi urush uchun o'q-dori, qurol-yarog' va hatto askar bilan ta'minlamoqda. Xitoy Shimoliy Koreyani yemaklik va energiya bilan qo'llab kelmoqda. Iranning cheklamaga uchragan neftini va Rossiyaning gazini setib olmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Rossiyaning urush harakatini saqlab qolish uchun elektronlik uskunalar bilan ta'minlab kelmoqda. Bu mustabid davlatlar o'qi yoki gavdasi 1930 yillardan ko'p birlikka va kuchga ega. Texnik kuchli desak bo'ldi. Şunun bilan bir vaqtda NATO va demokratik ittifoqdoshliklar ikki bo'linishlar duch kelmoqda, duch kelib, siyosiy kelishmovchiliklar va o'xshamagan oldingi o'rinlar, o'xshamagan manfaatlar ularning birligini ozlashtiradi. Tarix shuni ko'rsatib berdiki, tajovuzchilarning ittifoqdoshlik kuchayganda, mudofaa ittifoqdoshligi parchalansa, to'qinishga bo'lgan qiziqish zo'r darajada oshadi. Xulosa qilib aytganda, bu tahlil urushga qarab mangdigan muqarrar yo'lni faraz qilmaydi. Balki hozirgi harakatlarga uchur berish uchun tarixiy andizalarni aniqlashni maqsad qildi. Uch halqaliq davrdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatlarni tekshirish va tahlil qilish orqali aniq o'xshashliklar o'tirg'i chiqardi. Texnik qalamaqonchiliklar jamiyatda muqimsizlikni keltirib chiqarsa, iqtisodiy millatchilik raqobatini kuchaytirdi. Qutblashish siyosiy muqimlikqa buzg'unchilik qildi. Hamda birlikka kelgan ittifoqdoshliklar rayon xarakterli to'qinishlarni yer shariy xarakterli to'qinishlarga aylantirib talaydi. Bu yuzinishlar taqdir emas, balki ogohlantirish rolini o'ynaydi. Ya'ni maqol tamsil deb degandek, tarix o'zini takrorlamaydi, ammo u doim qopiyalik bo'ldi. Bu qopiyalarni tunish jamiyatlarning o'tmishdagi xatoliklarni takrorlashdan saqlanishga va hozirgi xiristlarni texmo cho'nqur oldin ko'rish bilan bir taraf qilishga yordam berdi. Hammanglarga rahmat.